20 yil davomida burundan nafas olishlari qiyin bo'lgan. Rezonatorli funksiyasi bor, boshqa chiqib aytganda, tovush shakllantirishida, tovush chiqishida ham juda ham yaxshi yordam beradi. Ya'ni burun bitib qolsa, tovushlar yaxshi chiqmaydi. Burun bitib qolsa, to'g'ri talaffuz qilish, harflarni to'g'ri talaffuz qilish ancha qiyin bo'lardi-da. Qoraqalpog'iston Respublikasi Daryo tuman Ma'mur shahridan. Nima shikoyat bilan keldingiz? Burun bitishi. Vaqt burun bitardi. Ko'p yillardan beri kuzatib yurardim Instagram orqali. Va ishimni shunga to'g'rilab bugunga yetib keldim. Rahmat hammasi uchun. Operatsiyada og'riq bo'lmadimi? Yo'q, hammasi zo'r. Operatsiyadan keyin qiynalmadingizmi? Yo'q, bari zo'r. Yaxshi. Spray ham separdingiz, sepmasmidingiz burunga? Oldin aytdim-ku, 20 yilcha spray. 20 yilcha. Sababi ishim shuni taqozo qilardi-da. Burun bilan yaxshi nafas olish kerak, chunki burunni bular ichlari bo'yicha boshlovchilik, suxandon bo'ladi bular. Burun bitib qolsa, tovushlar yaxshi chiqmaydi. Shuning uchun ham bular doim tovushim yaxshi chiqsin deb boya burun ochadigan spreylardan foydalanib yurganlar. 20 yil davomida burundan nafas olishlari qiyin bo'lgan. Mana xudo xolasa operatsiya qildik. Mana hozir endi o'zlari rezultat aytadi qanaqaligini. Zo'r hammasi, rahmat doktor yana bora. Burun bitib qolsa, to'g'ri talaffuz qilish, harflarni to'g'ri talaffuz qilish ancha qiyin bo'lardi-da. Shuning uchun har doim to'yga kirib borish arafasida spray separdim. Mana endi nasib qilsa, bugun qutuldik hammasidan. Xudo xolasa. Tavsiya qilamiz hammaga. Zo'r 20 daqiqa uzog'i bilan.